Faberlic kompaniyasida mana shunaqa ajoyib tintimiz bor. Bu tint o'zi nima? Bu tint qaraymiz qizajonlar, mana shunaqa oppoq rangda, lekin bu tonalniy krem. Isbotlab beramiz. Endi qani, mana surtamiz qizlar va chiroyli tarzda hozir men sizlar uchun buni chiroyli qilib rastushovka qilib beraman. Mana oppoq da to'ppa-to'g'ri mana ichi oppoq. Lekin hozir shunaqangi rangini o'zgartiradi. Mana ko'rib turganingizdek, mana yaqinroq sizlarga ko'rsatyapman va tatatam hozir oq rangi bizni terimizga mos bo'lib, mana o'zgarib, mana ko'rib turganingizdek, bu tonalniy kremga aylandi. Tint bizlarni terimizni yoshartirib, mana namlantirib, chiroyli hamma ajinlarni ketkizib beradi qizajonlar. Mana ko'rib turganingizdek, mana sizlarga ajoyib